Danatorlar uchib kiryapti. Suv ketganim yo'q, qo'toq. Ya buyunamiga sizga muttaham chajala. Sigening namıgazga ket nahuy. Şartını ver. Birinchi shart. Rahmat akam. Ne verom? Bolasini sizgaman so'kkani uchun. Birinchi shart. Ana yonboshda turgan spalniyni ko'rdim. Spalniyni sindirib bo'laklab taylaysan. Ko'rpachalargacha yoqib, qo'lingizga pichoqlab, bo'lib bo'ltaq taylaysan. Yonboshingda turgan spalniyni maydalab taylaysan qo'ling o'tiga. Xotog'im sen Men nima uchun spalniyda yo'qman? Yerda yotaman, sen gandon spalniyda yotishing kerak. Men yerda yotaman, sen gandon nima uchun spalniyda yotishing kerak? Shuni ayt menga qo'toq bosh. Birinchi. Ikkinchi shart, muttaham. Ikkinchi shart, laka. Uf tortmagin bu dunyoning og'idan, nimaga tushding unda onaginangning omidan. Ikkinchi shart. Sochingni olasan, palibomi kalga. O'sib qopti soching. Sen soch bilan turishing kerak emas, oldimda muttahamday turishing kerak qo'toq bosh. Ikkinchi shart. Uchinchi shart, mana ovozini eshitib qoldim, ayoling bor ekan, ayolingni olib kelasan, 10 xil pozada mana shu yerda sikasan ayolingni. 10 xil pozada olib kelib sikasan. To'rtinchi sharti dada desang, eshitaman, beraman, bo'lmasa yo'q. Kim aytdi? To'rtinchi